Xuddi shunday ikkita aka-uka otasidan qolgan mulk ustida tortishib turganda, boyagi payg'ambar, o'sha zamonasini payg'ambari borib, nima haqida tortishyapsizlar? Nega bu baqir-chaqir? Uyat yo'qmi sizda? degan ma'noda bir tanbeh beraman desa, tomni ustiga qo'yilgan g'ishlar bo'ladi, yomg'ir o'tmasin deb pishiq g'ishlar qo'yiladi. O'shalardan bittasi tushib ketibdi pastga. Va Allohning izni bilan bir tilga kiribdi. Debdiki, ey Allohning payg'ambari, men bir hikoyamni aytmoqchiman. Bu aka-ukaga tushuntirsang buni. Va bular bundan ibrat olsa. Va hikoyasini boshlabdi. Bir zamonlar men ham sizga o'xshagan inson edim. Xuddi sizga o'xshab narsalar ustida tortishardim. Oddiy narsalarda qizg'onchilik qilardim, xasislik qilardim. Ya'ni o'zimdan boshqani ko'zim ko'rmasdi. Nima bo'lsa o'zimga bo'lsin derdim. Va bu olamdan ketdim, ya'ni o'ldim. O'lganimdan keyin jismim tuproqqa qorishib ketdi. Tuproq bo'ldim. U tuproqdan biri loy qildi va ko'za yasadi. U ko'za yillar davomida odamlarga xizmat qildi. Ya'ni xizmat qildim ko'za o'laroq. Keyin bir kuni men sinib ketdim. Meni tuproqqa tashlashdi va yana ko'p yillar ketdi men yana oddiy tuproq holatiga kelishim va yana bir kuni meni loy qilishdi va endi tuvak hojat uchun yasashdi mendan va insonlar yillar davomida ichilaridagi axlatlarini meni ustimga nima qilishdi. Unga sabr qilishga majbur bo'ldim. Va bir kuni yana sindim, mendan bu tomni yopish uchun bir g'isht qilishdi. Mana bugun yana tushdim. Endi bilmayman mendan nima qilishadi. Bu dunyo unaqa mayda narsalar uchun tortishadigan joy emas.